Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bizda Toshkent shahridan Moskva shahrining Kotellik metrosigacha bo'lgan yo'nalishdagi avtobus reyslarimiz yo'lga qo'yilgan. Avtobuslarimiz bizda har seshanba hamda juma kunlari Toshkent avtovokzalidan yo'lga chiqib ketadi. Bundan tashqari avtobusimizda siz uchun kerakli bo'lgan barcha shart-sharoitlar mavjud. Ya'ni ikkita mavsumga mo'ljallangan konditsionerlar, bundan tashqari telefon quvvatlagichlar hamda qulay o'rindiqlar mavjud. Asosiysi siz o'zingiz bilan 50 kilogrammdan 70 kilogrammgacha bo'lgan yuklaringizni olib ketishingiz mumkin. Bundan tashqari bizda hozirda Instagram, Telegram, YouTube, Facebook kanallarimiz ham ishlab turibdi. Bu kanallar orqali siz avtobusimizning shart-sharoitlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin hamda qo'shimcha savol yoki murojaatingiz bo'lsa bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Agarda sizga ham ishonchli biletlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlar orqali bizga aloqaga chiqing hamda o'z joyingizni band qiling.